Assalamu alaikum, hürmetli kuzatuvchilar, Bağat aka-uka avtosavdo kanalının obunachiları. Bugün 6 noyabr 2025 yıl navbatdagi savdomiz mexanika Cobalt'imiz bo'ldi. Do'stlar, 2018 yilda ishlab chiqarilgan 50 000 kilometr turadi mashinamiz. Kraskalari 100% rodnoy. Zo'r sosteniyadagi mashinamizni Qozog'istondan Rashidbek og'amizga naq pula 114 million 500 ming so'm pula berdik. Ağa, savdodan rozimisiz? Roziman. Tilak istaklar bo'lsa. Hammalar aylanib gördük. Şu Bağat aka-uka avtosavdoga geldik. Maşını gördük. Hamma rodnoy. Yaxshi sosteniyada ekan. Shuni aldim. İşler namet, sağ salamet olsunlar. Katta rahmat Salamat yaxshi tilaklar uchun. Bizdan bundan ham yaxshi mashinalarni berib o'tiradi. Do'stlar, kuzatamiz, satgan mashinamiz. İşlab chiqarilgan yili 2018 yil bo'ladi mashinamiz do'stlar. Yurgan 50 000 kilometr yumshoq qo'yilgan mashinamiz tayyor holatda do'stlar. Kraskalar ham 100% rodnoy mashinamizni Qozog'iston og'alarimizga berdik. Naq pula 114 million 500 ming so'm pul bo'ldi do'stlar. Kelaverasizlar, shunday zo'r senag'ada mashinalarimiz ko'p. Bemalol kelib arzon kelish savdo qilib ketaverasizlar. Sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, kelishlarni tavsiya qilamiz, kelishsak naq qilamiz, kelishmasak sotib berish variantlari bor. Rahmat.